Bu 4 ta gormon sizni ozishingizga to'sqinlik qiladi. Birinchi o'rinda bu insulin. Insulin me'yordan ortiq ishlab chiqarilsa, sizni aynan qorin sohangizda yog' miqdori ko'p yig'iladi. Ikkinchisi esa kortizol, ya'ni stress gormonimiz. Agarda siz stressda bo'lsangiz, sizni shirinliklarga, xamirli va kaloriyasi katta ovqatlarga tortadi. Bundan keyin esa yana qorin sohangizda yog' yig'iladi. Uchinchisi esa bu leptin va grelin gormoni. Siz uyquni me'yorda qilmas ekansiz, siz nafsingizni boshqara olmaysiz. To'rtinchisi esa estrogen gormoni. Agar estrogen gormoni buzilsa, sizni tanangizda suyuqlik ko'p yig'iladi, ayniqsa buxsa va sonlaringizda. Agarda siz shu 4 ta gormoningizni oshib ketganini bilishni xohlasangiz, albatta tahlillarni topshirib, shifokorga murojaat qiling. Undan keyin esa sog'lom ovqatlanish bilan birgalikda siz gormonal tizmingizni balansga keltirib olasiz.